Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Real Vinicius bo'yicha katta transfer taklifini oldi. Madrid klubi Winger Vinicius Junior uchun juda yirik transfer taklifini qabul qildi. Indikaila News xabar berishicha, Saudiya Arabistoni klublaridan biri braziliyalik futbolchi uchun taxminan 200 million funt to'lashga tayyor ekanligini bildirgan. Qaymot ranglilar esa 2026-yilga yaqin qishki transfer oynasida futbolchini sotish masalasi umuman ko'rib chiqilmasligini ma'lum qildi. Klub rahbariyati mavsum o'rtasida jamoaning yetakchilaridan biri bilan xayrlashish niyati yo'qligini ehtimoliy xaridorga yetkazgan. Vinicius Junior 25 yoshda. U 2018-yildan beri Real sharafini himoya qilib kelmoqda va shu vaqt ichida madridliklarning hujum chizig'ida asosiy figuraga aylangan. Winger ushbu mavsum barcha musobaqalarda 29 o'yinda qatnashib, 6 ta gol va 8 ta golli uzatma muallifi bo'ldi. Braziliyalik futbolchining Ispaniya Grandi bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning iyun oyi oxirigacha mo'ljallangan. Transfer Market portali bahosiga ko'ra, Viniciusning transfer qiymati taxminan 150 million yevroni tashkil etadi. Avvalroq Vinicius muxlislar munosabati sabab Realni tark etishga qaror qilgani aytilgan edi. Braziliyalik yulduz Shomurodovga hujumga o'tdi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev tufayli bu mavsum Turkiya Superligasi bahslarini alohida e'tibor va qiziqish bilan kuzatib bormoqda. Har ikki legionerimizni o'z safiga jamlagan Istanbul Başakşehir jamoasi hamyurtlarimiz yordami bilan Yevropa kuboklariga yo'llanma olish uchun kurashni davom ettirmoqda. Nemis futbolida pishgan yosh murabbiy Nuri Shahin qo'l ostidagi jamoa so'nggi 5 ta uchrashuvdan 4 tasida zafar quchdi va bittasida chempionlik uchun da'vogarlik qilayotgan Fenerbahçe bilan durang o'ynadi. Bu natijalar Istanbulliklarni Yevrokuboklarga yo'llanma beradigan kuchli to'rtlikka ancha yaqinlashtirdi. Eng muhimi esa Romadan Başakşehirga ko'chib o'tgan Eldor Shomurodov Superliga uchun haqiqiy kashfiyat va sensatsiya bo'ldi. 30 yoshli legionerimiz 17 turdan iborat bo'lgan birinchi davrani 12 gol bilan chempionat to'purari maqomida yakunladi. Ikkinchi davraning ilk o'yinida ham Eldor Fatih Karagumruk darvozasini bir bor ishg'ol qilib, gollari sonini 13 taga yetkazib, peshqadamlik mavqeini mustahkamladi. Biroq chempionatning oltin butsasini qo'lga kiritish Shomurodov uchun oson bo'lmaydigandek ko'rinmoqda. Eldor to'purarlar poyg'asi yetakchiligi uchun shu paytgacha Trabzonspor hujumchisi Paul Onuachu bilan bahslashib kelayotgan edi. Turkiya chempionatiga Angliyaning Southampton klubidan olib kelingan nigeriyalik legioner Afrika Millatlar Kubogiga ketgani bois so'nggi uchrashuvlarda qatnashmadi va tabiiyki ko'rsatkichlari ham o'zgarmadi. Endi Eldor ko'zlayotgan oltin butsaga yana bir da'vogar paydo bo'ldi. Braziliyalik Talisca Fenerbahçening asosiy gol quroliga aylandi. 2026-yilning ilk o'yinidayoq tajribali to'purar Alanya Spor darvozasiga 2 gol urdi va to'purarlar poyg'asidagi gollari sonini 11 taga yetkazib, ikkinchi o'rinda borayotgan Paul Onuachu bilan tenglashdi. Eldorga muxlislik qilayotgan futbol ishqibozlari uchun xavotirli jihat shundaki, Talisca birdaniga ko'p gol ura boshladi. So'nggi 3 ta uchrashuvda raqiblar darvozasini 5 bor ishg'ol qildi. Eldor esa barqaror tarzda asosan bitta gol bilan kifoyalanmoqda. Joriy mavsumda hujumchimiz faoliyati faqat bitta o'yinda dubl qayd etgan. Yangi raqobatchi Talisca esa 3 ta uchrashuvda 2 tadan gol urishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda Turkiya chempionati to'purarlar bahsida Eldor Shomurodov 13 ta gol bilan yaqqol peshqadam bo'lib turibdi. Uning ortidan 2 ta kam gol urgan Paul Onuachu va Talisca kelmoqda. Biroq bu uchlikni ta'qib etayotgan keyingi guruhlarda Trabzonspordan Felipe Augusto va Ernest Muçi, Galatasaraydan Mauro Icardi,
Konyaspordan Umut Nair, Fenerbahçe'dan Marco Asensio va Yusuf En-Nasiri, Gaziantep'dan Muhammad Bayo, Beşiktaş'tan Temmi Abraham kabi mashhur charm top ustalari bor va ular istalgan payt yuqori o'rinlarga ko'tarilib olish salohiyatiga ega. Eldor Shomurodov yetakchiligidagi Istanbul Başakşehir jamoasi Superliganing 19-turida Kayserispor mehmoni bo'ladi. 25-yanvarga belgilangan ushbu bahsda 30 yoshli legionerimizdan yana gol kutamiz. Zero Kayserispor birinchi davrada Eldor gol ura olmagan kam sonli jamoalardan biri. Gvardiola Budaglimpdan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng nimalar dedi? UEFA Chempionlar Ligasining umumiy guruh bosqichi 7-turi doirasida Manchester City safarda Budaglimpga 1-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvdan so'ng shaharliklar bosh murabbiyi Pep Gvardiola mag'lubiyatga quyidagicha izoh berdi. Men ular qanday kuchli jamoa ekanligini yaxshi bilaman. Ularni hech qachon kam baholamaganman. Budaglimt o'tgan mavsum Yevropa Ligasida yarim finalga chiqqan. Bu hali ham yodimizda. Shuningdek, muhim futbolchilarimiz jarohat olgan edi. Biz maydonda 11 kishiga qarshi 10 kishi bo'lib kurashdik. Endi esa keyingi Wolverhampton va Galatasarayga qarshi bahslarda o'yin dinamikasini o'zgartirishimiz kerak, dedi murabbiy. Ma'lumot uchun, ayni paytda City Yevropa Chempionlar Ligasi turnir jadvalida 13 ochko jamg'arib, 7-o'rinni egallab turibdi. Eksklyuziv. Husanov tilni yaxshiroq o'zlashtirayotgani rost. Pep Gvardiola. Saytimiz jurnalisti Abdulvosit Bektemirov Budaglimt Manchester City 3-1 uchrashuvidan so'ng mehmonlar bosh murabbiyi Josep Gvardiola bilan eksklyuziv flash intervyu uyushtirdi. Birinchi bo'limda nimalar sodir bo'lganini tushuntirib beraverasizmi? Jamoa 2 daqiqa ichida 2 ta gol o'tkazib yuborishining sababi nimada? Ha, gol o'tkazdik. Umuman olganda yaxshi o'yin bo'ldi, lekin raqiblar juda yaxshi himoyalandi. Ularning tez hujumga o'tishlari va uzun to'plar bilan o'ynashlari, ayniqsa yarim maydonlardagi harakatlari bizga qiyinchilik tug'dirdi. Bugun Abduqodir Husanov Manchester City futbolchisi sifatida e'lon qilinganiga va jamoaga qo'shilganiga 1 yil bo'ldi. O'sha paytda Husanov ingliz tilini umuman bilmas edi. Hozir u jamoa bilan qanday muloqot qilmoqda? Ushbu vaqt mobaynida Husanov ingliz tilini o'rgandimi? U asta-sekin va qadam-baqadam tilni yaxshirab o'zlashtiryapti, bu haqiqat. Manchester City himoya chizig'i va shaxsan Husanovning bugungi o'yinidagi harakatlariga qanday baho berasiz? Xo'sh, bilasizki, ular yangi o'yinchilar. Shuningdek, ushbu pozitsiyalarda ko'p yo'qotishlarimiz bor. Bilasiz, himoya chizig'ida ko'p muammolarimiz bor. O'tgan mavsumda ham shunday bo'lgan edi. Shu sababli oxirgi o'yinlarda barqaror natija ko'rsatishda qiyinchiliklarga duch kelyapmiz.